O'g'limga onasi o'pmagan qizlar beraman. Sennaqadan ko'chada mingta sendan ko'ra tuzirog'ini beraman deydigan xudo xolalar. Yo'q endi uttashi gap deb aytasiz endi. Keliningiz ham sira sizga qarab, sen o'g'lingga mendan boshqasi tegmaydi, itta ham sen o'g'lingga. Chidab o'tiribman ham, Xudoga shukr qilishkin. Men shunday ajrashib ketadigan bo'lsam, sen o'g'lingning kim baqadi, u ahvolini qara, mahalla ko'yda ham noming chiqib yotibdi senlardi. Senlarning kimligini juda yaxshi biladi. Sen o'g'lingga sovchilikka yurib umring o'tib ketadi. Qashi qabrda ham shu sovchilikka borib birov tegmadi deb yurasan endi. Deydi endi, xudo xola bo'ldi endi. Kelinlarga zulm qilish to'xtatavering endi. U qizlarni, ayollarni davri keldi. O'zingizni qizingizga ham agar kuyovingiz oshcha gapirib qo'yadigan bo'lsa, deb o'rasiz, to'g'rimi?